yaxshi bo'lsinlar, charchamayapsizlarmi? Hammasi cho'tkiymi? Bolalar, avvalambor hammanglar TikTokka oldingi videolar har bitta videoyimda shu vaqtgacha sizlar meni so'rab kelishdi kommentariyada. Xrabring bilan video oling, Xrabring bilan birga bir PP qiling. Vobshe bolalar, ko'pchilik Xrabringga mehr qo'ygani bilinmoqda. Chunki men oldin Xrabring bilan video olgan edim, lekin men ijodni to'xtatib qo'ygan xabaringiz bor. Hisobda 5 oyga men yo'q bo'lib ketdim va shu sabab men Minecraftga o'chirib o'rdim. O'shanda Xrabring kartam ham o'chib ketgan, afsus. Men lekin do'stlar, sizlar hammanglar kommentariy talab qilganingiz uchun men sizlarning gapinglarni yerda qoldira olmayman. Shu sababdan men do'stlar Xrabring bilan vyijivaniyaning yana boshidan boshlamoqchiman. Va do'stlar, xudo xolisa albatta buni o'zingizlar bilan birgalikda chaqiramiz. Tag mana bola o'zingizlar ko'rayotganingizda Xrabring bo'ldi. Buni oldinglar, men yoqmayapti bu narsalar. Menga screamer kerak emas. Tag ovoz. Aha, bo'ldi bolalar. Menimcha hammasi cho'tki, ovoz normalniy. Mana bizda bolalar o'sha Xrabring chaqiradigan narsalar, aytimiz bismillah deb chaqiramiz. Xo'sh. Yo, mana ana bismillah. Oh my gosh. Oh. Ondan уже bola biza dastajini oldik. Istumana. Tiyonimir no uyrana on tibeda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u seni ko'r. Agarda videoni shunday boshlaymiz, xo'sh, короче, paydo bo'ldi va bizga nimalar bo'lishini hali hech kim bilmaydi. Unaqani bir bular yoqmayapti bor-ku. Endi buni sandiqqa olib ketamiz va bu yerdan surib olish kerak. Mayli, yaxshi surib olish kerak. Hech qayerda yo'qmi? Xrabring hech qayerda yo'qmaydi. Ovqat to'plab olish kerak. Yaxshi. Ana bizda ozgina bo'lsa ham ovqat bor. Bolalar, bilasizlarmi? Biz ko'p video olamiz, lekin nega sizlar Jisr Akhemadovga umuman a'zo bo'lmaysizlar? Obuna bo'ling, like bo'lsin, iltimos. Bu men Reker. Uni qo'llab-quvvatlashingizlar kerak. Iltimos, uning barcha videolariga like bosing. Nega desalaring, u 3-sezonni kalmar o'yinini. Men hatto bu videoga hayron qoldim bor-ku. Va men bunga obuna bo'lgan birinchi odamman. Nega boshqa obuna bo'lmaydi deb o'ylayapman. Iltimos bolalar, o'sha Jisr Akhemadovga obuna bo'ling, iltimos. Bilasizlar, u yaxshi video olyapti. Nima edi? Lekin biz qadrlamayapmiz. Agarda meni qadrlasalaring, nima edi? Meni hurmat qilsalaring, albatta o'shanga obuna bo'linglar, iltimos. Aha, u ham ishini o'tirib qo'yardim. U ham odam-ku. Shunday bo'lish kerak. Mayli, agarda nima edi? Agarda sizlarga hali shunday chitlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga yuklab qo'yamiz, tosh kavlaymiz. Mana doimgi vijimaniya deganlarda. Albatta o'shaning kanaliga obuna bo'ling. Axir u harakat qilmoqda, hozir video chiqarishga. Nega biz uni qo'llab-quvvatlamaymiz? Iltimos, albatta unga obuna bo'ling. Men Reker aytyapman sizlarga. Agarda nima obuna bo'lmagan nima edi? Neger bo'lsin, iltimos. Mayli, kanalimga ham obuna bo'lishni to'xtatinglar. Mayli bolalar, shu videoni shu yergacha to'xtatamiz. Nega deslaring, albatta birinchi sizlar nima edi? Jisr Akhemadovga obuna bo'lasizlar va keyingina videoning keyingisini ko'rasizlar. Iltimos, unga albatta obuna bo'ling. Maylimi? Va qo'llab-quvvatlasangizlar, men bu videoning ikkinchi qismini olaman va yaxshi, endi mana shu yergacha video tamom. Va xayr hammaga. Men mayli, xayr.